Endi hayvonlarda ham pasport bo'ladi 7-avgustdan boshlab. Mana qaranglar, taxminan mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi deyapti. Bu hali aniq emas. Yana kimdir kommentda mazgi yozib qo'yibdiki, endi itimni ham nomiga kiritib olsam kerak. Yoki bo'lmasam kimdir yozib qo'yibdi. Yomon komment, o'zbeklar kommentariyaga ustada yozib qo'yibdiki, open byudjetga ovoz ko'payar ekanda. Yo, unaqa hazil-pazillarga o'rin yo'q jigarlar. Haqiqatan ham 7-avgustdan boshlab sekin-sekin boshlanadi hayvonlarni identifikatsiya qilish. Qaysi hayvonlar? 8 ta hayvon edi. Mol, qo'y, echki, tuya, cho'chqa, yana qaysi qolib ketdi? Ot, mushuk bilan it. Agar sizda bir buqalamum yoki bir allambaloq hayvoningiz, misol uchun uyda sillaydigan iloningiz bo'ladigan bo'lsa, uni ro'yxatdan o'tkazish shart emas. Lekin darrov shartda 7-avgustdan hayvonlarimga pasport olishim shart ekan degan joyi yo'qda do'stlar. Men tushuntirib o'tib ketaman. Sizlar like bosinglar, yaqinlarga obuna bo'lish ham esdan chiqmas. 2028-yil 1-yanvardan boshlab majburiy talab boshlanadi. Ungacha kimdir o'tkazadi, kimdir o'tkazmaydi, lekin sen o'tkazmabsan deb jarima qo'llanilmaydi. 2028-1-yanvardan boshlab qani o'tkazmading, jarima